Assalomu alaykum. Xonadoni to'rt fasl hamisha bahor bo'lishini xohlagan gul shaydolariga ayrim tavsiyalarni berib o'tamiz. Shu Diefenbachia degan gulni tanlab oldim. Bu ham to'g'ridan to'g'ri o'sha o'zimizni mana gul do'konida o'sayotgan paytida ayrim sabablarga ko'ra mana bir ikkita joylari sarg'aygan va ularning uchlari qurigan holatini sabablarini tushuntirib o'taman. Diefenbachiamizni mana sog'lom holatda turibdi. Yonimda, o'ng qo'limda mana bu yerda hozir kasallangan holatda turibdi. Bu gulimiz sovuqda mana shu oynani oldida eshik ochilib yopilishga yaqinroq joyda turib qolgan. Undan keyin oynani o'zidan ozgina sovuqligi bunga ta'sir qilgan. Chunki bizani bu Diefenbachia gulimiz issiq iqlimni yaxshi ko'radi, subtropik iqlimni yaxshi ko'radigan gul bo'lib, qattiq quyosh nuri yoki ko'p suv, o'ta sovuqlik bunga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun bu gulimizni hozir men qanaqa qo'limdan kelgancha parvarishini ko'rsatib beraman. Mabodo birorta xonadonlarda shunaqa gul yetishtirayotganlar bo'lsa, bizning manfaatimiz tegsa, shundan xursand bo'lamiz. Ana masalan, bu gulimizda bargida ozgina zaharli moddasi bor. O'shaning uchun mana qo'lqoplarimizni kiyib ishlamasak, mana qo'lqop albatta mana bunaqa lattali emas, rezinali bo'lishi kerak. Sababi gulni uncha suyuqligi qo'lga teganda odamni terisi zararlanmasligi kerak. Xo'p, endi Diefenbachia gulimizni mana shu sovuq tegib kasallangan joyini sekin o'zini shakliga o'xshagan holatda ozgina kesib tashlaymiz. Kesamizda gulimizni yana boshqa zararlanmasligi uchun hozir qanaqa dorilashlarini ko'rsataman. Shunaqa qilib dorilab parvarishlasak, yana bu xudo xolisa tagidan yangi barglar hosil qilib, yana o'zini qiyofasini tiklab oladi. Ozgina vaqt kerak bo'ladi unga. Bir 6 oyda yana xudo xolisa ko'rkam holatga keladi. Uning uchun biza parvarishini to'g'ri qilishimiz kerak. Qurigan barglardan biza mana xalos qildik. Juda ham ko'p kesib tashlash kerak emas. O'sha iloji boricha o'sha sarg'aygan joyini, qurigan joyini olish kerak. Keyin to'ntoq kesish kerak emas. O'zini bagini shaklini iloji boricha yo'qotmasdan saqlab qolgan holda kesiladi bu gulimiz. Mana buni kesib oldik. Endi bu gulimizni qayta tuvakka o'tkazamiz. Endi bu gulimizda mana bu ildizlari tomirlari mana bu tagiga yaqinlashgan sari buni kattaroq idishga olishimizga to'g'ri keladi. Sababi buni ildizlari bemalol erkin harakatlanib, oziqlanib, yana buni rivojlanishiga ancha yaxshi bo'ladi. Nafas olish osonlashib, rivojlanishi tezlashadi. Mana bu yerda bizda keramzit degan yengil toshimiz bor. Bu drenaj maqsadida ishlatiladi. Hamma gullarga bu narsani biz ishlatamiz. Endi bu Diefenbachia gulimizni yengil tuproqqa ekish kerak. Bu chunki hali rixli deydi, haligi g'ovaksamon yerda o'ssa, buni rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Lekin mana shu chet eldan keladigan mana bunaqa kokos torflarimiz bor. Kimdir agar mabodo uy sharoitida keramzit topa olmasa, mayda toshchalardan foydalanish mumkin. Juda bo'lmasam o'zini toshsiz ham eksak bo'ladi. Chunki bu o'zidan namlikni pastga o'tkazadi. Ya'ni bu ekiladigan tuvagimizni tagidagi suv ketadigan teshichalarini bekitib qo'ymaydi. Mana tagida mayda teshichalari bor. Shularni torf o'zini qilib eksanglar ham bu teshiklarni yopib qo'ymaydi. Agar tuproq qo'shiladigan joy bo'lsa, unda tagiga drenaj qilish to'g'ri keladi.
ana endi buni biza sekin asta o'zini oldingi idishidan chiqarib olamiz. Hop, chiqdi mana butun holatda. Endi biza buni hop yana ozgina razmerini o'lchab olamiz. Demak, sal yana bunga ozgina torf qo'shar ekanmiz. Torf qo'shdik mana. Bitta oladigan joyiz bor gapda. Men gapim kerak joyi bor. Mana shu torfni unutmanglar, agar buni qayta ekayotgan paytda torfni qattiq presslab bo'lmaydi. Torf qattiq presslansa, mana bu Dieffenbachimiz ildizi shunaqa noziki, bu ildiz otishga qiynalib qoladi. Mana biz o'sha oldingi eski holatdagi bo'g'imigacha mana olib keldik, xudo xolasa. Buni qattiq presslab ham bo'lmaydi. O'rtacha holatda ekiladi. Endi buni biza hozir to'g'ri ekib oldik mana. Endi bularga maxsus o'zini dorilari bor, o'shalar bilan ishlab beramiz. Masalan, agar sharoiti bor odamlarga fitosfarin degan preparatimiz bor. Orqasida ham qo'llanmalari bor. Shu qo'llanmasiga qarab buni masalan o'sha qancha suvga qancha aralashtirishini yozilgan. Shu o'zini dozasini to'g'rilab turib, ustidan baglar artiladi. Keyin ildiziga ham tagidan ozgina sug'oriladi. Bu gulimiz unaqa katta miqdorda suv xolamaydi. O'shanga ehtiyot bo'lish kerak. O'sha sug'organ paytda ham haligi davolayman deb battar kasal qilib qo'yishimiz ehtimoli ham yo'q emas. Bu gulimizga agar mabodo bizni boya aytib o'tgan preparatlarni topish qiyin bo'lsa, iste'mol sodani 1 choy qoshig'ini 1 litr suvga olib, uni aralashtirib, yana unga 2 tomchi suyuq sovun qo'shamiz. Ularni yaxshilab aralashtirib olib, juda ham suvimiz muzdek bo'lishi kerak emas, xona haroratida bo'lishi kerak. Keyin o'sha aralashmani bir purkagichga solib turib, ustidan buni baglarini purkab turishimiz mumkin. Bir haftada bir marta yoki bo'lmasa purkagichi yo'q bo'lsa odamda birortaligi oddiy haligi hibi paxtali mato bilan buni sekin ustini artib tursak bo'ladi. Bir haftada bir marta shu usulni qo'llab tursak, bu ham oziqlanib, ham o'zini tiklab oladi. Hop, gul shoydolarini ahamiyat beradigan joylari, masalan, shu Dieffenbach gulimizni agar parvarish qilayotgan xonadonlar bo'lsa, tikka quyoshdan olib qochish, undan keyin sovuq joyda ushlamaslik, isitish batareyalariga juda yaqin qo'ymaslik, oynalarni ochib, eshiklar ochilgan yilg'izak joylarda ushlamaslik holatda tavsiya qilamiz. Undan tashqari bu gulimizni haligi qanaqa haroratda o'zini yaxshi his qilishini bilib olishi muhim narsa. Bu gulimizni eng yaxshi harorati 20-22 gradusda yaxshi rivojlanadi, yaxshi o'sadi. 20-22 ni ushlab turish qiyinroq joylarda endi 25 largacha yaxshi bo'lardi. Masalan, konditsioneri bor xonadonlar mo'tadil harorat turadi. Ana shu joylarda faqat konditsioneri purkagichi bunga shamoli kelmagan holatda Dieffenbach gulimiz o'zini yaxshi his qiladi. Gul shaydolarini xonadonlarda hamisha bahor bo'lishini tilab qolgan holda bizani ko'rsatuvimizni kuzatib borishlarini tavsiya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.